do'stlar, agar sizda sahri diabetning ikkinchi tipi bo'lsa, ikkinchi turi, xudo xolasa operatsiya yo'li bilan undan qutulish imkoniyati bor. 130 dan oshiq operatsiya bo'ldi sahri diabet bilan bemorlar. Buyruqdan boshlab qildiği tarafga o'sha siydik chiqib ketgan yergacha bit masalani chechadigan. Urologlardan dadasi bo'lib qoldi. Chunki xudo berganga yetmaydi-da. To'g'ri. Germaniyada, Amerikada, Turkiyada o'qib kelishgan yigitlar hammasi Assalomu alaykum hurmatli Tezqavar kanalining ko'ruvchilari, jalpi mekandoshlar, salomatsizlarmi? Baringizlarga O'zbekistondan, Andijondan jalindi usiq salom aytamiz. Bugun denso'liq meditsina to'g'rili so'z qilamiz. Sizlar bilasizlarmi? O'zbekistonda Andijonda Sehat degan klinika bor. Mana shu klinikani biz bultirqi yilidagi bir necha iret kelib tartib sizlarga ko'rsatdik. Andan beri dağıda meditsinada, bu klinikada жаңылықтар пайда болыптыр. Kırgızstandan bir top mekendeşlerimiz mına uşul klinikaga kelip, jatıp, darılanıp, gerek bolsa operatsiya olup, ayıgıp ketişiptir. Azırda ança-munça Kırgızstanlıklar kelip turat eken. Sizlerde dağı densoğlukta qaysi bir bölükte masele bolsa, uşul klinikaga kelip kayrılsanızlar bolot. Darege Andijan şaharı Sança saymağı, mına uşul Ahmet Danış köçösü arenaga жақын. Bu yerde uşu 3 qavatlı podvalı menen çoğ imaratta Sehat klinikası jaygaşkan. Bu klinikada negizi meditsinanın bir top bağıtları işteydi. Misalı, kant diabetin darılay turgan, je bolboso semiz adamdardı operatsiya kılıp biraz formaga keltire turgan bariatriya bölümü var, urologiya, andan sırtkarı kardiyologiya, neyrohirurgiya, jana başka büt bölümler iştep, tajribalı gerek bolsa Avrupa, Amerikadan beri bilim alıp iştep kelgen darıgerler işteydi eken. Hazır biz klinikaga kirip kelip kaldık. Assalamu alaykum. Aleyküm, xush kelibsizlar. Amansizmi? Denso'lik yaxshimi? Ha, yaxshi. İşler bo'lib o'tadi. Shavkat Mirza, Shavkat Mirza. Qana bizning elimiz bilan bir salomdashingizchi? Assalomu alaykum hammaga. Qirg'izistonliklar jalan. Ha, qirg'izistonliklar salom hammasiga. Mana Sehat klinikasiga xush kelibsiz aka. Rahmat. Allah razı olsun. Yaxshi Dağı kelib aldık. Bultırı 2023 yılı bir neçe iret kelip tartıp, ko'rsatib, gerek bolsa men özüm dagı жақын tuğanlarımdı, gerek bolsa ata-enemni da uşul jerge alып kelip jatkırıp darılattım ele. Xudo xolasa hamma bemorlarga İşte odasın. ishlayveramiz, yaxshi munosabatda bo'lib. Odam ko'p ekan, ha? Ha, odam ko'p. Bugun mana ish kunimiz, shanba kuni bo'lishiga qaramasdan odamimiz ko'p. Büt ko'rinuvdi, analizda. Ha, hamma Konsultatsiyada. Hammasi bor, xudo xolasa. Mana uşul Sehat klinikasi tuğanlar, bu жақта büt hadisler jaygaşkan, bu жақ bolsa reception, kassa, hadisler aябай жақшы кабыл алып, жақшы тейлейт. Bu жақта болса dagı bir başka bölümler var, ha? Ha, birinchi bölümümüzden başlayamiz. Yaxshi, yaxshimi? İşlep atasizmi? Ha, rahmat. Şu lejemiz daim biz kelgende çay berip qarab turadi, maşallah. Ha, birinchi. Bu жақта? Assalomu alaykum. Bariatriya bilan shug'ullanadigan ukamiz. Shavkatbek. sog'lom. Amansizmi? Joyingiz omonmi? Denso'lik yaxshimi? Yaxshi keldinglar, qandaysizlar? Katta vrach bo'lib ketibsiz, ha? Ha, oxirgi marta kelganingizdan beri u paytda menejer edim, hozir endi vrach, xirurg, bariatrichеский. Assalomu alaykum, Qirg'iziston ahli, sog'misizlar, salomatmisizlar? Xush kelibsizlar Sehat klinikasiga. Ataqulaga qani keling, o'tiring. Keling. Qana, o Shavkatbekning kabineti. Pay. Qancha odamni operatsiya qildingizlar, bu? O'tgan Bitborning surati turadi-ku, ha? oxirgi marta kelganingizdan beri 150 ta operatsiya bo'ldi. 150 odam. Ha. Именно o'sha bariatriya. Da, bariatriya, semizlik bo'yicha vazni katta, og'ir vesdagi insonlar va orada Turkiyaga o'qishga borib keldi, Istanbulga, bir oyga o'qib keldi. Endi hozir sahni diabetni davolayapmiz. Ha, Qand diabetini qand diabet davolayapmiz. Qand diabet ikkinchi tipini operatsiya bilan davolayapmiz. Ko'pchilik o'ylaydi, sahni diabetni davosi yo'q, kesib bo'lmaydi bemor deb o'ylashadi, lekin qand diabeti ikkinchi tipini davosi bor ekan. Bo'lar ekan. Turkiyada, Ozarbayjonda, Sankt-Peterburgda, Hindistonda shu operatsiyani o'tkazishyapti ekan. Biz ham borib o'rganib keldik. Oxirgi marta siz bilan 1 yil oldin ko'rishgan bo'lsak, 1 yildan beri mana 130 dan oshiq operatsiya bo'ldi sahni diabet bilan bemorlar. 1 oy ichida qondagi qand miqdori normaga tushadi.
hech qanaqa dori darmon, hech qanaqa parhez dieta qilmaydi, sahrdan qutulishadi. Shavkat Mirza, kelingchi, munojoqqa kelib, shu men tanqalib o'tam. Qand diabetin operatsiya bilan ayirtirsa bo'ladi. Bo'lgani ikkinchi TV'ni deb atasiz, ikkinchi TV'ni. Bu qanday operatsiya bo'lganda, o'zi qanday operatsiya bo'ladi? Anan operatsiya qilgandan keyin ichki reaksiyalar qanday yuradi daga, qanday bilan ayirib qoladi. Shuni bir detalli tushuntirib berib qo'yamiz shu so'rani. Hop, tushuntiramiz. Hozir bemorlarda qand diabeti ikkinchi turi bo'lsa, biz ularda o'tkazilgan operatsiyadan oldin tekshiruvlarni o'tkazamiz. Analiz tekshiruvlar qilamiz. Agarda organizm operatsiyani ko'tara oladigan bo'lsa, organizmda qo'shimcha boshqa kasallik yo'q bo'lsa, analizlar yaxshi chiqsa, operatsiya olamiz. Operatsiyaning mohiyati shundaki, qand diabeti ikkinchi tipida bemorlarda qonda insulin bor. Tasavvur qiling, bu shakar, glyukoza. Glyukoza bor. Insulin normada shu glyukozani qondan olib chiqib ketishi kerak. Lekin qand diabeti ikkinchi tipida glyukozani insulin ko'rmaydi. Shuning uchun ularda glyukoza ko'tarilib ketadi. Shu bemorlarda biz operatsiya o'tkazyapmiz. Operatsiyaning mohiyati shundaki, organizmda rezerv kletkalar bor. PYY, GLPY deyiladi. Ular inkretin degan gormon ishlab chiqaradi. Bu hujayralar rezervni kletka. Ular ingichka ichakda joylashgan devorida. Oshqozondan keyin 12 barmoqli ichak keladi, keyin ingichka ichak. Ovqat tomoq hazm bo'lib 12 barmoqli ichakka o'tganda u yerdan shakarni qonga tortib oladi. Agar shu shakarni qonga tortolmasdan ingichka ichakka yetib kelsa, shu rezerv hujayralar ishga tushadi va inkretin gormoni ishlab chiqaradi. Inkretin gormoni xuddi insulinga o'xshab, insulin bilan Hasan Husan bir xil vazifani bajaradi. Qondagi shakarni olib chiqib ketadi. Endi operatsiyaning mohiyati shundaki, mana shu yerda rezerv hujayralar joylashgan. Lekin bular pastda bo'ladi. Biz shuni interpozitsiya degan operatsiya o'tkazamiz. Murakkab 2 soatlik operatsiya. Ingichka ichakni tortib oldiga ulaymiz. Bu yoqdan bu yoqqa ulaysiz. Bu yoqqa ulaymiz. Mana 12 barmoqli ichak qoladi, keyin bu pastga tushib ichakka yana ulanadi. Natijada ovqat oshqozonga tushgandan keyin tomoq oshqozonga bu ingichka ichakka o'tsa, mana o rezerv hujayralar ishga tushishni boshlaydi hammasi. Rezerv hujayralar ishga tushadi. 12 barmoqli ichak orqali esa oshqozonni olib tashlamaymiz, qoladi. Chunki buni qon tomirlari, nervlari borligi uchun bundan fermentlar, kislotalar ishlab chiqarishda davom etadi. Hech narsa olib tashlanmaydi, hech qanaqa iskusiy, sun'iy narsa o'rnatilmaydi. Operatsiyaning natijasi 98-100% sahrdan yo'q qilib yuboradi. Bu tekshirilgan metod. Butun dunyoda bu narsani 10 yil, 15 yildan beri qilyapti. Biz mana o'qib keldik Turkiyada, biz ham boshladik bu narsani. Do'stlar, agar sizda sahriy diabetning ikkinchi tipi bo'lsa, ikkinchi turi, Xudo xolasa operatsiya yo'li bilan undan qutulish imkoniyati bor. Hech qanaqa dori ichmaydi, parhez qilmaydi, oyoqdagi og'riqlar, hojatxonaga ko'p qatnash, tomoq suv ichish, ko'zni xiralashuv hammasi yo'qolishni boshlaydi. Maşallah. Bu operatsiya sinalgan operatsiya, bu tekshirilgan narsa, effekt zo'r bo'lyapti. Maşallah. Sonliginde, birinchi tipni operatsiya qilsa bo'ladimi? Qand diabeti birinchi tipini hozirgi kunda butun dunyoda operatsiya qilishga imkoniyati yo'q, chunki unda insulin yo'qligi uchun u bemorlar insulinga zavisimi. Hozircha yo'q usuli, lekin mana Izraelda eksperimentalniy metod bilan qilishyapti, qanaqadir yangi operatsiya. No 10 to'ka eksperiment darajasida. Hali hammani qilishni boshlamadi. Xudo xohlasa, agar shu eksperimentdan yaxshi o'tsa, biz borib o'qib kelmoqchimiz, birinchi tipda operatsiya qilmoqchimiz. No hozircha buni imkoniyati yo'q. Faqat qand diabeti ikkinchi tipi. Maşallah. Sonu. Demek qand diabetin operatsiya yo'li bilan ayirtirsa bo'ladi. Только ikkinchi tipida. To'g'ri? Ha. Operatsiya qayerdan bo'ladi? Oshqozondan bo'ladi? Yo'q, teshmaymiz, hech narsa yorilmaydi. Kichkina teshichadan 3 ta teshicha orqali kirib, laparoskop apparati bor, mana apparatimiz bo'ladi. Qoringa kirib turib, shu mana kamerasi bor, laparoskopda lampasi bor, shuni o'zida qilinadi bu narsa. Yorilmaydi, Kesilmaydi. Teshiladilar bo'ladi. Teshiladi xolos. 2-3 kunda bemor uyiga ketishi mumkin. 2-3 kunda da. Ha, 10 kunda ishga chiqishi mumkin. Maşallah. 10 kunda chandiqlari bitib ketadi. Xudo jalg'asin. Son. Bu qand diabeti bo'yicha. Bu qand diabeti bo'yicha. Yana nima yangilik bor bizda? Mana Qirg'izistondan ko'p murojaat etishyapti, bemorlarda ich qotadi. Hojatxonaga 3 kunda bir kelaman, 1 haftada bir, 10 kunda bir deydi. Buni sababi nimada? Buni sababi ichaklarda, yo'g'on ichakda kasallik bor. Dolichosigma degan kasallik. Mana bu rasmni ko'rsanglar, mana bu yo'g'on ichak, to'g'risidagi kishka. Shu yerda axlat harakatlanib chiqib ketish kerak. Lekin sizlar Qirg'iziston aholisi jo'ski, qattiq ovqat ko'p yeysizlar ekan. Go'sht, shunaqa ovqatlar, shunaqa ozuqa ko'p yeydigan odamlarda ichak cho'zilib qoladi.
Xuddi воздушный sharga o'xshab. Sharni ishirib, keyin damini chiqarib olsangiz, lapshayib qolib, oldingi holatga qaytmaydi-yu, ichi ham shunaqa bo'lib qoladi. Bu Doliho Sigma deydi. Aynan Sigma simon qismi mana rasmga chizib qo'yganman qizil bilan. Xuddi shunaqa kengayib qoladi ichi. Keyin axlat harakatdan chiqib ketayotganda shu joyga to'planib tushib qoladi. Yo'g'on ichida vazifasi suvni so'rib olish. Uni tarkibida suvni so'rib olgani uchun bu qotib qoladi. Shuning uchun 3 kunda, 5 kunda, 10 kunda keladi, unda ham krizma qilib kelishadi. Bo'lsam kelmaydi ichi. Hojatxonaga bormaydi pobalishov. Endi agar bunaqa holatda yursa, oxiri nima bo'ladi? Qo'rqitish emas, lekin Doliho Sigma kasalligida sizlar vaqtida davolamaydigan bo'lsanglar, bu hujayra o'ladi, keyin ichakni kesib olib tashlash kerak. Kesib olib tashlab, ichakni maytdan chiqarib qo'yishga to'g'ri keladi. Shuning uchun agar ich qotishi bo'lsa, shunaqa holat bo'lsa, ertaroq murojaat etsa, buni birinchi, ikkinchi stepini davolasa bo'ladi. Bo'ladi. Dieta, dorilar va spetsialniy massaj bilan davolab yo'qotsa bo'ladi. Bo'ladi, deng-a? Bo'ladi, imkoniyati bor, davosi bor. Lekin 3-4 stepen уже dori-darmon ta'sir qilmaydi, faqat operatsiya. Operatsiya ham qanaqa? Aynan cho'zilib ketgan sohani kesib olib tashlab, ichaklarni bir-biriga ulab qo'yish operatsiyasi. Bu ham murakkab 3 soatlik operatsiya bo'ladi. Shunaqa holat. Kichkina o'sha bunday kengayib qolgan yerini qirqib olib solib, qayra biriktirib xuddi shunaqa. Kengaygan joyini kesib olib tashlaymiz. Buni ham biz Kazanga, Sankt-Peterburgga borib o'qib o'rganib keldik. Shu yerda ustozlar o'rgatishdi. Boshida o'zlari ham birga kelib biz bilan operatsiya qildi. Hozir o'zimiz mustaqil qilyapmiz. Agar sizlarda ham misol uchun ich uzoq qotadigan bo'lsa, bu ko'proq kimlarda bo'ladi? Bu ko'proq 30 yoshdan keyin boshlanadi. O'sha organizm sal qarib qolib, hatto charchagan paytda shunda boshlanadi bu kasallik. Yoshlarda bo'lmaydi bu narsa, ko'proq yosh kattalarda bo'ladi. Agar ichaklar bilan bog'liq muammolar bo'lsa ham, murojaat etishsa, Xudo olsa yordam berib davolaymiz. Zo'r. Endi bariatriya bo'yicha. Bariatriya degan bu semiz odamlarni operatsiya semiz odamlarni operatsiya yo'li bilan oshqozonning qaysi bir bo'lagini olib solib, anan formaga keltiradi. Ha, To'g'ri. bariatriya operatsiyasi bu semizlikda qilinadi. Kimga qilamiz? Oshqozonni kichaytirishdi. Kimchi dieta qildi, yordam bermayapti. Sport zaliga boryapti, 1-2 kilo tashlayapti, sport zaliga bormay qo'ysa yana ves olyapti. Uje yuragi yog' bosib, hansirab qoladi, oyoqlarda artroz boshlanadi, belda grija boshlanadi. Uje ozimasa, u bemorda kasallik ko'payib ketadi. Shu insonlarga aynan operatsiya yo'li bilan ozishni tavsiya qilamiz. Bugungi kungacha bariatrik operatsiya semizlik bo'yicha 300 ta qildik. Semiz insonlar. Eng ves kattasi 256 kilolik bo'ldi. 256 kilo. Tasavvur qiling, siz necha kilosiz? Men 78 kiloyman. Sizdan 4 barobar, 5 barobar og'ir odamlar qildik. 2 oy ichida 41 kilo vazn tashladi. Mana kishi bo'lsa kerak edi. Eshigimdan zo'rg'a sig'ib kirdi. Buni eshitdim. Men sizga videosini tashlab qo'yaman, montaj qilib shu yerga qo'shib qo'yamiz. Shunaqa katta odamki, haligi dev odamlar qildik. 2 oyda 41 kilo tashladi. Bu operatsiyani xavfli tomoni yo'q, juda ko'pchilik qo'rqishadi. Shu kungacha bizda qilingan operatsiya ichida o'lim holati bo'lgani yo'q. Qon ketish holati bo'lgani yo'q, Xudoga shukr. Chunki biz operatsiyadan oldin juda ham ko'p tekshiruvlardan o'tkazamiz. Mana hozir laboratoriyani sizga ko'rsataman, diagnostikani ko'rsataman. Hamma apparatura zamonaviy, tekshirib operatsiyaga tayyorlaymiz. Agar qanaqadir kasalligi bor bo'lsa, olmaymiz. Sanaqa podgotovka qilib tayyorlab olib, keyin operatsiya olamiz. Operatsiya yormasdan qilinadi u ham, laparoskopda kichkina teshiklar bilan qilinadi. Oshqozonni 70% maxsus stepler bilan, lazerli stepler kesib, keyin tashqariga olib tashladi. Operatsiyadan keyin bemor 1 oy dieta qiladi, undan keyin avvalgi ovqatlarni yeyishi mumkin. 1 oy og'ir yuk ko'tarmay turadi, keyin xohlagan ishini qilaveradi. Bizda dehqonlar, fermerlar kelishyapti, 1 oydan keyin yuk ko'tarib, boshni itarishyapti, hech qanaqa ta'siri yo'q buni. Ko'pchilik invalid bo'lib qoladi deyshadi, unaqa emas. Mana misol uchun o'tda tosh bo'lib qolsa, o'tda olib tashlashadi, to'g'rimi? Yoki bo'lmasa burunda go'sht o'sib chiqib qolsa, go'shtni olib tashlashadi. Appendis bo'lib qolsa, appendis olib tashlaydi. Bu ham xuddi shunaqa holat. Agar semiz odam bo'lsa, ozishni imkoniyati yo'q bo'lsa, oshqozonni 70% ni olish kerak. Bunga yordam beramiz, xavotir olmanglar. Juda ham ko'p operatsiyalar o'tkazganmiz. Bu borada opit juda ham katta. Xirurglar komandasiyamizda katta. Shuning uchun semizlik bo'yicha, qandli diabet bo'yicha, ichakdagi onkologiya yoki ichakda boshqa kasalliklar bor bo'lsa, kelishsa zo'r qilib kuzatib qo'yamiz. Zo'r. O'shaga bir narsani qo'shib qo'yaylik. Yanaqa gemoroy borlar, anan jo'n ichagi. Arqa jo'n ichagida jarasi borlar, masalasi borlarda qayrilsa bo'ladimi? Bo'ladi. Gemoroyda hozir biz lazerda, ligashurda va garmonik degan apparatlarda qilyapmiz. Garmonik apparati
garmonik apparati rasmni ham beraman, qo'yib qo'ysiz bo'ladi. Garmonik apparati ultra tovush, как UZI'dagi ultra tovush bilan kesadi. Ligashur apparati u elektr toki bilan kesadi. Lazer apparati lazer nuri bilan. To есть hech qanaqa skalpel hech narsa ishlatilmaydi. Bemor operatsiyadan ertasi kuni uyga ketishi mumkin. Maşallah. Operatsiyadan ertasi kuni bemalol o'tira oladi. Hech qanaqa qon ketmaydi, hech qanaqa og'riq sezmaydi. Eng zamonaviy apparatlar bu. Haligi mana garmonik apparatimiz shunday qilsa kesib qo'yadi. Nurini ko'rmaysan. On zvuk, ultra zvuk bilan kesadi. Shunaqa eng zo'r apparatlarni olib kelganmiz. Gemoroy bo'yicha bo'lsa ham, orqa yo'g'on ichida yaralar yoki polip bo'ladi. Shunaqa narsa bo'lsa, kelishsa bunga ham yordam berishimiz mumkin. Zo'r ekan unda. Bu yoqda mana dalil deb turganlar, Qirg'izistondan kelib qolpoq kiygizib turgan sizga. Ha, ejam Qirg'izistonda adashmasa Qizilqiyadanmi kelgan edi xola. Urologiyada ham davolangan, ichakda ham operatsiyalar qilganmiz. Bu tog'a ham mana O'shdan kelgan. Bu yoqmi? Ha, u yoq ham Qirg'izistondan. Mana bu o'sha operatsiya bo'lganlarni suratlar ekan-da bu yerda. Ha, hammasini qo'yganim yo'q. Hozir aytyapman, 150 tadan oshiq operatsiya qildik. Mana nima boyagi kishi? Husan aka. Husan aka. Ha, men uchrashganman u kishi bilan. Ha, 223 kilo edi sizda bo'lsa. Hozir 98 kiloga tushgan. Mening teng bo'lib qolib turdi pashta. Siz bilan pashta teng bo'lib qoldi. 1 yil bo'ldi unga operatsiya. Mana bu yoqlarni qaranglar. Bitta shu bu yoqdagi o'sha Qirg'izistondan kelganlar bor o'sha orasida. Bor, Qirg'izistondan kelganlar bor, Qozog'iston, Tojikistondan kelishyapti. Yaqinda Turkmanistondan kelgan bemorda operatsiya qildik. Ona ustundagi 8 kishi turadi-ku. Ha, u 185 kilo edi u aka. Maşallah. Operatsiyaga 3 oy bo'lib qoldi, 30 kilo atrofida tashabdi ham. Xudo xolasa keyingi safar kelganingizda bu tomon to'ladi. Chunki rasmlar ko'p, hali yopishtirgan ulgurmayapmiz. Mana hozir ham sizdan keyin ikkita operatsiyamiz bor. Operatsiyaga kiramiz, operatsiyalarimiz ham bor. Endi sizni hozir boshqa vrachlar bilan tanishtiray. Ko'raylik, boshqa отделенияларда ko'raylik. Ha, onkologiya bo'yicha vrachimiz bor. Doniyorjon degan vrachimiz Germaniyaning Shrewsbury shahrida o'qib keldi. Turkiyada o'qib kelgan. Juda ham ko'p chet davlatlarda o'qib kelgan. Bu aka siydik pufagida raki bor, prostatada raki bor bemorlarda siydik pufagi bilan prostata bezini olib tashlab, ichakdan искусственный sun'iy siydik pufagi yasab beradi. Bu operatsiyani O'zbekistonda bitta bu odam qiladi. Bu odam hozir bizda ishlaydi. Doniyorbek onkolog. Misol uchun ko'pchilikda prostatada onkologiya o'sma bo'lib qolsa, rak bo'lib qolsa, ximioterapiya olib yurishaveradi. Boshqa iloji yo'q. Bu odam rakni olib tashlaydi, prostatani va siydik pufagini olib tashlab, ichakdan sun'iy siydik pufagi yasab qo'yadi o'zi. Juda murakkab 5 soatli operatsiya, undan keyin bemor maza qilib yashaydi. Bemalol hojatxonaga borishi mumkin, hech qanaqa og'riq bo'lmaydi. Shunaqa operatsiya qiladigan mutaxassislar tug'ada. Men tanqamotam. Hozir oldiga kiramiz, bir qator o'z bilan gaplashamiz. Qani Shavkat Mirzo, mana chet ellarga cheyin borib, o'qib, tajribasini orttirib shunday keldi. Bu yoqda Doniyor akam qani? Xo'p, bilinglarchi. Tak. Bu yoq kassasi. Odam ko'p ketmaygizi, bu yerda hozir. Qarab turingizlar. Urolog qayerda? Urolog. O'zindalar urolog Boburjon aka. Onkolog hozir narixonaga kelib turibdi. Assalomu alaykum. Bo'lar ekan. Urolog aka mumkinmi? Assalomu alaykum. Hozir beytap bor ekan. Assalomu alaykum. Den sog'lik yaxshi aka. Qalay? Xudoga shukr. O'zingizchi? Nag'ib biri tajribali urologlardan biri. Tajribali spetsialistlardan biri. Mirzolar, bu kishi kerak bizga. Boburjon aka endi rahmat. Den sog'lik yaxshimi? Zo'r. Siz yaxshimisiz? Mashallah. Xudoga shukr. Bemorlar yaxshimi? Xudoga shukr. Qirg'izistondan kelib o't. Operatsiya qildirib, dorilanib ketdi. Ko'pchilik. Ko'pchilik. Hammasi xursand lekin siz orqali ham kelishyapti-yu. Operatsiyalar bo'ldi. Albatta, ko'p operatsiya qildik. Ha, yaxshi. Boburjon aka, den sog'lik yaxshimi? Assalomu alaykum. Qandaysiz? Omon jurasizmi? Den sog'ligingiz yaxshimi? Charchab jurasizmi? Xudoga shukr. O'zingiz qanday o'tasiz? Rahmat. Qandaysiz? Kecha bir kun yozmay oldi, dori yana. Qandaysiz? Yaxshi, o'zingiz qandaysiz? Den sog'ligingiz yaxshimi? Hamma yo'q joyidami? Xudoga shukr. Sizning otingiz o Qirg'izistonning narx chekkasidan bu chekkasiga keldi. Kelishyapti. Keldi? Ko'pchilik Batkendan ham kelishyapti. Ancha uzoqmi bizdan? Oo. Ko'pchilik kelyapti. Hozir mana bugunning o'zida ham
necha oy bo'ldi haligi akani o'zini operatsiya qilganmiz sidinayni laparoskopический operatsiya Keling. laparoskopический operatsiya qiluvdik Bir yil oldi. sidinayni torayib qolgan joyini 2-3 ta teshikdan kirib qiluvdik. Hozir o'g'lini ham olib kelyapti. O'g'lida ham mana shunaqa muammo chiqyapti. Endi uni ham mana shunaqa bir nima laparoskopический operatsiya qilib to'g'rilayapmiz. Уже ko'p kasal. Былтыр необычный bir boshqacha operatsiyalarni jasab, dishni boyag'i o'z ko'ngdagi mulkdan olib tovarslarni jasab, o'shunday bir narsalar jasab o'tdingizlar. Dag'da o'shol жаңылыктар менensizmi? Hozir bunday narsa bizda mana urologический bo'lsa, urologik masalan buyrak, sidignayi, qovuq, prostata, sidik chiqaruv kanali. Mana shu yerda qanaqa muammo bo'lsa, masalan diagnoz qo'yib, bu onkologiya bo'lishi mumkin, bu sidik tosh kasalligi bo'lishi mumkin, bu prostatani kattalashishi mumkin, adenoma deb qo'yadi, yoki ayollarda sidik tuta olmaslik bo'lishi mumkin, yoki erkaklarda ayollarda sidik chiqarishda muammo bo'lishi mumkin. Hammasini bir rekonstruktiv, ya'ni qayta tiklaydigan operatsiyalar, og'iz lunchidan material olib yoki o'zini bir-biriga olib kelib ulanadigan operatsiyalar yoki laparoskopический 2-3 ta teshikdan kirib qilinadigan operatsiyalar hammasi imkon bor qilishga. Уже hamma operatsiyani qamrab olingan, hamma operatsiyani imkon bor. Og'izdan lunchdan material olib sidik yo'lini kengaytiramizmi? Ayollarda sidik tuta olmaydigan bo'lsa, lenta qo'yib sidik tutishini bir kunda yaxshi ahvolga keltiramizmi? Yoki prostata bezi adenomasi bo'lsa, yoki sidinayida tosh yoki buyrakda tosh bo'lsa, lazerda kirib hech qanaqa kesilmasdan Lazer bilan kirib. lazer bilan kirib, toshni maydalab olib chiqish. Hamma Buyrakda bo'lsa da. Buyrakdami, sidinaydami, qovuqdami, hamma holat. Ko'rdingizlar? Demak, mana buyrakdan boshlab xildiy tarafga o'sha sidik chiqib ketgan yergacha bit masalani chechayotgan. Shunaqa. Bardığını operatsiya qilsa bo'ladi. Bo'ladi. Endi bizda bitta yana nima deydi, o'zimizni yaxshi tomonlarimizni aytib qo'yishimiz kerak-da. So'z. Bizdagi xodimlar hammasi masalan Yevropada, Rossiyada o'qib kelgan. Masalan, Yevropadagi davolash yoki tekshiruv standartlari bilan birga ishlanadi. Masalan, Yevropada uretra strukturasi yoki sidik tuta olmaslik yoki boshqa sidik tosh kasalligi bo'yicha qanaqa tekshiruv qilinadi, qanaqa etapda lechena qilinadi, hammasi yo'lga qo'yilgan. Yevropada. Yevropa standarti bo'yicha. O'sha standart sizlarda da bor. Ashi bo'yicha masalan qilinadigan operatsiyalar ham, diagnostika ham hammasi ashi etapda ketadi. Maşallah. Shuning uchun to'g'risini aytish kerak, boshqa nimadan klinikalardan ustunlik tomoni shu. O'tgan yil nima bir 2 oy 3 oy bo'ldi. Safarga borib keldik Germaniyaga, yana malaka oshirishga. Germaniyaga ham hurdada ko'p borib kelchilar. Dag'i borib keldi. Hozir yana mana fevral oyida 2 kishi bizni immuniy nasihat klinikasidan даже 3 kishimi? 3 ta urologimiz yana malaka oshirishga borib keladi. Maşallah. Chunki bu nima? Hozir zamon o'zgaryapti. Yangilik ko'p. Urologiyada, hamma sohada. Bundan orqada qolmasdan Yetishish kerak. Olib borish kerak. Yevropaning endi jasovatsa, da. Amerikaning endi jasovatsa, bunday meditsinasi. Qanday iyiliklarni jasovatsa, o'shondagi o'rganib kelish kerak. Shunda bemorlarda diagnoz qo'yish, davolash to'g'ri nimada yuqori saviyada kechadi. Shu. Eng soni. Hozir ham erkaklarda ko'p masala, bu impotensiya, erkaklik, alsizlik, shunday masala o'ta ko'p. Shu masalalar bo'yicha dag'i kelib, shu Bobirjon aka, Uljaq og'amiz, shu yerdagi tajribali urologlarga qayrilib dorilansangizlar bo'ladi. Operatsiya muhtojligi bo'lsa, unda operatsiyani любой turin buyrakdan boshlab jasab beradigan. Iyilik qalaymiz sizga. Rahmat. Charchavangiz. Buyursa. Xudo xolasa, endi mirzolar kelib tekshirinib qarovingizdan o'tib turadi. Operatsiyangiz yo'q bo'ladimi? Hozir yana 2 ta operatsiyamiz bor. Bu operatsiyalar laparoskopik operatsiya deydi. 2 ta 3 ta tirqishdan kirib, sidik buyrak bilan sidinayda torayish bor. Ashini to'g'rilaymiz. Bitta ayolimizda buyrak ishlamay qolgan. Tosh bo'lgan sidinayda, mana mashqda aytib o'tish kerak, tosh bo'ldimi buyrakda sidinayda albatta doktorga uchrab oxiriga yetish kerak.
Hozir u ayolda sidinayda buyrakda tosh bo'lgan, anchadan beri yurgan, buyrak ishlamayapti. Endi toshini olganimiz bilan foydasi yo'q, buyrakni olib tashlashimiz kerak. U operatsiyani ham avvallari 10 sm, 20 sm kesib operatsiya qilinardi. Hozir 2-3 ta teshik bilan laparoskopik operatsiya qilinadi. Eng son. Da. Sizga rahmat. Jumishingizga Rahmat to'sqo katta. bo'lmayli. Ishingizlarga egelik, tajribali urologlar. Bunday aytganda bu kishilar o'zi urologlardan dadasi bo'lib qoldi. Ishingizga egelik. Rahmat. O'sha aytayotmaydi. Bu yoqda o'chirik ko'p ekan. Rahmat. Tak. Daha boshqa xodileniyalarni bir qator ko'rib qo'yaylik. Hindistondan tashrif buyurgan professorimiz bor, doktor Pradeep Singh. Hozir shuni olishamiz. Ketdi. Da. Travmatolog, ortoped, Assalomu alaykum. travmatolog, ortoped, Amansizmi? revmatolog. Sog'lik yaxshimi? Good. Yes. Mashallah. So, my name is Atakul. My name is Dr. Pradeep from India. I am doing work here about 2 years. I am here professor to Andazan Medin Institute. And I am doing work here about 2 years and doing operation. Every Zuma I am doing here free of cost, patient see. And one operation free every Zuma. I am starting here like this. Tarjima qilib berayim. Fotoğraf beringchi. 2 yildan buyon sihat klinikasida ishlayman va shu vaqtda o'zida Andijon davlat tibbiyot institutida ham o'qituvchilik qilib boraman, o'qituvchilik qilaman deyapti. Har juma bepul ko'riklar tashkil qilingan va bir oyda bir marta sharoiti og'ir bemorlarga bitta operatsiyani bepul qiladi. O'zbekcha, qirg'izcha olib qolibsiz-da siz уже. What is big? What? He's telling you are like our people, like Uzbek. Yes, thank you. More Kyrgyz people too come here. Osh and Bishkek, in Tashkent, in Tajikistan. More patient come about take advantage here. Osh, Bishkek, Tojikistonlardan va boshqa joylardan bemorlar kelib turadi deyapti. O'shdan ham rosa bemorlari ko'p ekan. Keladi. Travmatologiyalik, ortopediyalik barliq operatsiyalarni jasaybizda. I am doing different work, new techniques. Operatsiyalarni travmatologik operatsiyalarning yangi metodlarini ishlatadi bu. Tell me about your experience. I have experience about 15 years. I do work in Moscow, in Dubai, in India, in Uzbekistan. Lot of countries. 15 yillik tajribaga do ega. work, yeah. Moskva, Dubay, Hindiston va O'zbekistonda ishlayapti. Moskva va Dubaylarda ishlagan. Yangi metodlarni ishlatadi ko'proq. Hozir ham uzoqda ishlayapsiz-da, I know more technique new about just like American doctors come in India and teach me just like this. I write 2 books. This is and I do work. This doctors and in India is very famous doctors. Amerikadan ustozlari kelib, Hindistonda. This is the American technique. Amerikaning yangi metodlar bilan davolashni o'rgatgan ekan bunga. Shu o'rgatgan ustozlarim shular deb ko'rsatyapti. To these doctors, yes. Demak, o'ta tajribali travmatolog, ortoped ekan. Yes. Sizga rahmat. Rahmat. Ko'rishganimga xursandman. Bugacha ko'p ko'rib o'qib yurdim mana. Bugun birinchi joli ko'rishyotam. Oshqo keldingiz, Oshqo. He's inviting you to Osh. Sure. He's I very will glad come. to see you. I will sure come, but need visa. Without visa, I cannot go. Viza kerak ekanda. Bo'ldi, viza to'laymiz-da. Okay. Rahmat. Shavkatbek, assalomu alaykum. Bu yoqdasizmi, borsa? Qaysi vrachga kirib, jolg'ib, tanishib, suylashsak bo'ladi. Qisqa o'shintib ma'lumot beraveraylik, assalomu alaykum. Travmatolog ekan, ha? Assalomu alaykum. Doktor, Yaxshimisiz? Salom alaykum. sog'lig'ingiz yaxshimi? Rahmat, priyezdem. Rahmat. Alloh rozi bo'lsin. Qani keling. Jarliqdan bu yoqqa jilib olib, suylashaylik. Mayli, bo'laveradi aka. Bu qaysi отделение? Bu travmatologiya. 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 Ko'rdingizmi? Travmatologiya. Travmatologiya, ortopediya. Travmatologiya, ortopediya. Men ham Ataqul. Siz bilan birinchi yo'li ko'rishib uchrashyapman. Ehtimol. Maşallah. Siz notibizchi? Ikromjon meni. Ikromjon.
Bu travmatologiya, ortopediyada Shavkat Mirzo janağı Indiyadan kelgandagi bir dorigar ishlaydilar. Ha, u ham bor. Hindistondan kelgan ham bor. Çok ishlayapsiz. Maşallah. Birgalikda ishlashadi. Uni men aniqrog'i o'zim olib kelganman uni. Ha, Indiyadan. Indiyadan, ha. Maşallah. Son. Hozir endi travmatologiyada qaysi yerlarda operatsiya qilib davolab emas bo'lasizlar. Ko'pincha qanday qayrulular bo'ladi? Bizda masalan ko'proq travmatologiya emas, ko'proq ortopedический uklon. Ha, mana masalan nima desam bo'ladi? Travmatologiyada mana qo'li sinib ketsa, boshqa narsa darrov gips qo'yib yordam qiladigan. Bizda shuni asoratlarini ko'proq ko'ramiz. Ortopediya bu kam mutaxassis. Shu biz Andijon oblastida masalan bir 2-3 ta mutaxassis bor xolos. Biz hali rekonstruktiv operatsiyalar qilamizda. Mana masalan tazabedniy sustavda artrozlar bor. Ayniqsa hozir keyingi paytda ko'payib ketdi, avaskulyar nekrozlar. Ularga protezlar qo'yamiz. Tizza bo'g'imida protezlar qo'yamiz. Ya buna tizzasi o'rganlar hayoga ko'pda. Ha. Tizzasi o'rganlar. Jitkisi tugab qolganlar. Lekin birinchi bitta narsa har doim buni to'g'risini aytish kerak. Birinchi konservativ davolashga harakat qilish kerak. Birinchi. Chunki Xudo berganga yetmaydi-da. To'g'ri. Bu hozir darrov anaqa temir qo'yamiz, boshqa narsa deyilyapti-yu, uni ham o'zini bir ma'lum bir yetadigan srogi bor-da. 5 yil, 3 yil, 10 yil. Endi hozir 25 yil yetadi deganlar bor. O'zi chiqqaniga 25 yil bo'lgani yo'q. Uni faqat zavodda mana tazabedniy kalin sustavda harakatlarni hisobga olib turib, o'rtacha bitta odam bir kunda 5 kilometr yursa, shu 5 kilometrda mana tazabedniy sustav 10 marta yoki 1000 marta manaqa qimillaydi. Shuni hisobga olib qimillatib 25 yil yetadi deyapti, lekin yerda живой organizmni esdan chiqarishyapti. Shuning uchun birinchi davolanishda harakatda bo'lish kerak. Agar shunda davolanmasa, lekin bitta narsa travmatologiya, ortopediyada hali отдаленный rezultat degan narsa bo'ladi-da. U uzoqda bo'ladi. 3-4 kunda bo'lmaydi. Misoldan qorin bo'shligida appendis bo'lsa, bugun olib bo'lsangiz ertaga yoshib qoladi. To'g'ri. Lekin travmatologiyada agar suyak sinib ketgan bo'lsa, yillar ketadi. Men masalan shu Qirg'izistonga kelgan juda ko'p kasallarda sizlarda bo'lgan operatsiya. Lekin qanaqadir не состоятельность bo'lgan, nima bo'lgan bilmayman. Shu bitmay qolib kelganlarda mana juda ko'pini shu operatsiya qildim, Xudoga shukr, hammasi yaxshi. 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 U yaqinda bordim, ot so'ydi bittasi. Kerak emas desam, eslarda g'alati ekan bu. Bizda bitta qo'yam so'ya olmaymiz, lekin endi ot so'ydi. Maşallah. Bizda naz berisheni. Bemorlar roziligidan-da. Ha, конечно. Yana bitta narsa narxini aytadiki, mana sizlar biz narxini mana kelib turib hisoblab bersak, bizdan arzon bo'lyapti deydi. Bilmayman. Bunday solishtirib kelganda yaxshigada ular birinchi bizning cho'ntakka to'g'ri kelay turganlar bor ekanda. O'zi Qirg'iz xalqi boy xalq. Xudoga shukr. Lekin bitta narsa shunga qaramasdan deb solishtirib, bizdan arzon bo'lyapti deydi. Bo'lmasam eng yaxshi texnologiyalarni qilamiz. Lekin bir so'rov. Buna umurtqa so'yugi, bunday qiyshayib o'sib qolganlar bor. Bunday qiyshayib qolganlar Xudo saqlasin. Uni darajasi bor-da. Darajasi bor. Mana men uni 2020 Buti qiyshayib o'sganlar bor. Shunday ularni 100% to'g'rilaymiz ularni. 100%. Endi mana umurtqa pog'onasini gapiryapsiz. Mana men o'tgan yil Leningradda o'qidim 2 oy. Как раз mashlar to'g'risida. Lekin darajasi yuqori bo'ladigan bo'lsa, uni to'g'rilayotganda oyoq sholib qolishi mumkin-da, ishlamay qolishi mumkin. Shuning uchun hozirdan bir narsa deb aytishim, kasalni ko'rib turib, sizni operatsiya qilamiz, yo'q, qila olmaymiz deb aytamiz. Aytasiz. Agar qila olmaydigan bo'lsak, unda u Novosibirskka borish kerak bo'ladi. 6 oy vaqt ketadi unga. Pul ham ko'p ketadi endi. Bizda lekin Qirg'izistondagi, O'zbekistondagi, Tojikistondagi deb ajratilmaydi. Hammasida bir xil narx. Qisqasi kasallar masalan mana juda ko'p chaqirishadi Qirg'izistonga. Hammasi xursand o'shiz. Maşallah. Rahmat. Xizmatingizdan razı bo'lamiz. Rahmat. Allah razı olsun. Hacırvalu, darigar ağamız. Shu yerda ekansan, maşallah. Rahmat. Odam o'ta ko'p ekan, bu yoqda da. Ya, neyrokirurg bor ha? Maşallah. Neyroxirurg vrachimiz bilan tanishtiramizlarda. Assalomu alaykum. Kechirasiz. Akalar qandaysizlar? Amansizlar, ustingizlarga kirib keldik-a, maşallah. Yaxshimisiz? Bezolov yaxshimi? Yaxshi keldingizmi? Charchamang. Yaxshi yurasizmi? Kayfiyatlar yaxshimi? Xudoga shukr. Meni atim Ataqul. Sizning atingiz-chi? O'ktamjon. O'ktamjon aka. Mana bizning ko'ruvchilar Qirg'iz eli ko'ryapti, maşallah. Neyroxirurgiya bo'yicha sizlarga xayrlar beramiz, ha? Neyroxirurgiya. Neyroxirurgiya bo'yicha Adaminjonov O'ktamjon, Olimjon o'g'li.
oliy toifali neyroxirurg shifokor bo'laman. Bizda o'tkaziladigan tashrihlar bosh miya o'smalari, bosh miyaga qon quyilishlar, ya'ni travmadan keyin yoki insultlarda qon quyilishlar, operatsiyalarini o'tkazamiz. Umurtqa pog'onasi jarohatlari, umurtqa pog'onasi o'smalari, umurtqa pog'onasi disk churralarida operativ davolashni ham dori-darmon bilan konservativ davolashni yo'lga qo'yganmiz. Xudo xolasa qo'limizdan keladi. Yana bir narsa, umurtqa pog'onasi gemangiomalari bor. Umurtqa pog'onasi osteoporotik patologik perelomlar bo'ladi, siniqlar. Shu umurtqa pog'onasi yemirishlarida umurtqa tanasiga suyak sementi maxsus sementi bilan vertebraplastika qilishni yo'lga qo'yganmiz. Sizlardagi operatsiyadagi boyagi kespeli laparoskopический-da? Shunaqa usuli ham bor. Ochiq usulda ham operatsiyalarni qilib bo'ladi. Har turda bo'lib qoladi. Har turda bo'ladi. Demak, yaxshi. Girijadan boshlab bütün shu neyroxirurgiyaga tegishli bo'lgan barliq o'rinlarda operatsiya qiluvga bo'lganda dag'i tajribali dorigerlar operatsiya qiluvga mumkinchiligi bor ekanda. Ikromjon aka, sizga rahmat. Daha ko'rishib turamiz. Bunda betaplarimiz bor ekan, bularni qarab konsultatsiya berayotgan o'xshaysiz. Shunday konsultatsiya qilyapti. Ishingizga ig'lik. Charchamamiz. Xo'p, mayli. Xo'p, sog' bo'ling. Rahmat. Xo'p, mayli. Juringizlar. Mikrofonni olib olay. Rahmat. Endi navbatda mana kardiolog bormi ko'p so'rashadi. Insultdan keyingi holatlar, qon bosimi, davleniya bormi so'rashadi. Shu kardiologimiz bor. Keling, kiraveringlar. Keling, xush kelibsiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Xolop yaxshimisiz? Qirg'izistondan mehmonimiz keldi. Men atim Ataqul aka. Aha. Sog'lig'ingiz yaxshimi? Yaxshi, rahmat. Tuzingiz Kardiolog ekansiz? Men kardiologman, ha. Kardiolog terapevt lavozimida ishlayman shu yerda. Qaysi ko'pincha shu kardiologiya bo'yicha qayriladi? Ana terapiya bo'yicha Kardiologiya bo'yicha bizda ko'proq gipertoniya kasali, ya'ni qon tomir, qon bosimi oshishini, yurak yetishmovchiligi, yurak nuqsonlari, shularni davolaymiz. Undan tashqari ichki kasalliklar a'zolarini ham, ichki a'zolar kasalliklarini ham davolaymiz. Masalan, gastrit, xolesistit va boshqa kasalliklarni ham davolaymiz. Gastrit, janag'i oshqozonda yazvalar bo'lib qolsa-chi, al misol sizlarda nima yazvalar tegishli? Yazvalar bo'lsa, o't timlanishi bo'lsa, shularni birgalikda davolashimiz mumkin. Kardiologiyada yurakka tegishli, yurak qon tomir o'rinlarida misol janag'i stent qo'yish kerak bo'ladi, dag'i nima qilish kerak bo'ladi? Operatsiyalar bo'ladi-ku, yurakka tegishli. Yana bir tekshiramiz. Qon bosimi, EKG, ekokardiografiya tekshiruvlarini qilamiz. Undan tashqari UZI, boshqa kasalliklar bormi yo'qmi anamnezdan yig'ib bemorni yaxshilab tekshiramiz. EKGda agarda yurak ishemik kasalligi, infarkt oldi holat yoki o'tkir infarkt ketayotgan bo'lsa, unda o'sha koronar angiografiyaga jo'natiladi va stent qo'yilish masalasi ko'riladi. O'shandan keyin qani? Undan keyinganda. Rahmat. Eng yaxshi. Hozir betaplarni qarayapsiz, a? Ha, bemorlarimiz bor edi hozir. Rahmat. Demak, bu klinikada kardiolog da bor. Terapevt da bor. Kelsangizlar, o'sha o'zingizlarga tegishli o'rinlarda dorilanishga mumkinchilik bo'lar ekan. Sizga rahmat, Niholaj. Rahmat. Rahmat. Kardiologimiz Niholat Aqsimova ko'plab chet davlatlarda malaka oshirib kelgan. Turkiya, Qatar, Saudiya Arabistonlarda ishlab, shu yerda ishlab malaka oshirib. Turkiya, Qatarlarda va Arabistonda, Sankt-Peterburgda, Rossiyada malaka oshirib tajriba orttirib kelgan. Shu yo'nalish kardiologiya bo'yicha juda ham gрамотный mutaxassis. Endi hozir bemorlari borligi uchun bemorlar suhbat qila olmadi. Bali, to'g'ridan to'g'ri bostirib keldik. Shuning uchun tayyormasligi uchun. Bostirimga kiryapman Qirg'iziston. Qani yuringlarchi. Nimada qoldi? Endi lor vrachlarimiz bor. Qaloq, tomoq, burun bo'yicha muammolar bo'lsa, bularga murojaat etsa ham bo'laveradi. Lor vrach. Ha, lor. Tomoq, burun, quloq o'rinlari bo'yicha? Ha, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Xushsiz. Shep, qandaysiz? Omon jurasizmi? Qandaysiz? Rahmat. Yaxshi yurasizmi? Pensiyonlar yaxshimi? Mashalloh. Ishlayapsizmi? Ha, rahmat. Men atim Ataqul. Tezqavar. Qirg'iziston. Qirg'iziston ko'ruvchilar sizni ko'ryapti. Assalomu alaykum hammaga. Keling, bunday o'tirib olib so'rashmaylik. Men bunday o'tiray. Quloqni ham bir o'tirib tekshirib qo'yasiz deymi? Xush kelibsiz Andijonimizga aka, yaxshimisiz? Tuzimisiz? Xudoga shukr. Oxiri jurasiz. Bizim ko'ruvchilar bilan bir salomlashib olingchi.
Assalomu alaykum hurmatli Qirg'iziston xalqi. Bizni klinikamizda Andijon viloyatida joylashgan Sihat klinikasida quloq, burun, tomoq sohasi bo'yicha yetuk malakali lor vrachlarimiz bor. Amerika, Avstraliya, Italiyada malaka oshirib kelganmiz hammamiz. Bir jamoa bo'lib ishlaymiz. Agar Qirg'iziston xalqida ham shunaqa quloq, burun, tomoqda shikoyatlar bo'lsa, bemalol taklif beramiz. Kelib ko'rinishinglar mumkin. Mumkin. Xudo xohlasa. Siz qayoqda? Amerikada da yurib keldingizmi? Rossiyada malaka oshirganman. O'sha yerda o'qib, shu hozirgi kunda Andijon viloyatida shu Sihat klinikasida o'z ish faoliyatimni yuritib kelyapman. Shavkat mirzo, bu yerda qancha lor bor sizlarda? Hozir bizda lor komandasi bor, 4 kishi ular. Sobitjondan tashqari Azizbek bor, Jahongir bor, Jahongir aka, keyin Husan aka bor. Yana ikkita yigitlar ham bor. Ular ham Germaniyada, Amerikada, Turkiyada o'qib kelishgan yigitlar hammasi. Komanda bo'lib ishlashadi. Mana bugun Sobitjon bemorlar ko'ryapti, 2 nafar xirurgimiz operatsiya qilyapti. Shunaqa navbat-navbat bilan alishib bemorlarni qabul qiladi, ham operatsiya qilishadi. Чтобы faqat qabul bo'lgan paytda operatsiya xalaqit qilmasligi uchun yoki operatsiya qabulga xalaqit qilmasligi uchun shunaqa rejimda ishlab turishadi bu yerda. Negizidan bu misoli boya quloq pardasi teshilib qolganlar bor, dag'i murunni sinib bu yerdan jel o'tmay qolganlari bor. Dag'i qaysi? Tomoq og'rulari, angina masalasi, o'shalar bo'yicha bit operatsiya yuraveradi? Hammasi bo'yicha operatsiya qilishadi. Aytganimdek, ko'p mutaxassis quloq pardasini tiklash bo'yicha alohida vrachlarimiz bor. Aynan quloq pardasini tiklab, eshitishni yaxshilaydigan, tomoq bo'yicha, burun bo'yicha singanlarni, travmalarni, boksyorlar ko'p urishgandan keyin burni sinadi. Shularda burunni o'rtadagi devorini to'g'irlash bo'yicha, xalq tilida go'sh o'sib qolibdi burnida deyishadi. Shuni to'g'irlash bo'yicha operatsiya, juda ko'p operatsiya qiladi. Mana kecha ham 10 ta yaqin operatsiya qilishgan lor yo'nalishi bo'yicha. Lor yo'nalishi bo'yicha operatsiyalar bo'lsa, kelishsa, unaqa kesmasdan maxsus eng zamonaviy operatsiya yordamida qilinadi. Og'riqsiz 1 kun ichida javob berib yuboramiz hamma bemorlarga. Bir ay bemorlarimiz mana kecha qilishdi, shu kunda o'zlari uyga javob berib olishadi. Hech qanaqa qon ketmasdan, og'riqsiz, holati zo'r bo'ladi. Shuning uchun bu yo'nalish bo'yicha ham lor bo'yicha, tomoq, quloq, burun bo'yicha nima savollar bo'lsa, murojaat etinglar. TikTokda bor Sihat klinikasi, YouTube'da bor intervyular, videolar, operatsiyalar bo'yicha ma'lumotni doimiy joylab boramiz. Kuzatinglar, savollar bo'lsa yozinglar. Javob berishar lor vrachlarimiz. Telegramda ham o'zimizda kanalimiz bor. Instagramda ham bor. Instagramda ham bor. Kirib savollar bersanglar, ko'rikdan boshlab mana bemorlar kuzatib bo'lgandan keyin kirib konsultatsiya qilib onlayn savollarga javob beramiz, xudo xolasa. Zo'r. Misol operatsiya bo'lgan bemorimiz o'tgan hafta qilganmiz, bular Namangandan kelgan. Hozir mana operatsiyaga kelibdi, zo'r burunni ichi. Adenoid bezota qilgan, endi xalq tilida Shavkat aka aytdi, go'sht. Xuddi shu go'shtni shever yordamida olib berdik. Yaxshi bo'libdi-da. Bu kichkina qizganda? Ha, kichkinagina qizcha, hech qanaqa og'riq sezmaydi. Bitta uxlab turadi, 15-20 minut uje olib qo'yamiz. Xudo xolisa o'zidan so'rasangiz ham bo'ladi, yengil nafas olib yuradi. Yaxshimi, eji, qizimiz? Qancha yoshda bu? 12 yoshda. Yaxshilarmi? Yaxshisinmi? Ha, maşallah. Yaxshi. Doktor, bular tomoq og'riqlarida qarayverasizlar, ha? Tomoq og'riq, quloq og'riq, burun og'riq, hammasi biz sohada. Qanaqadir muammolar bo'lsa, bemalol murojaat qilsa bo'ladi. Kichkina muzdoq suv ichsam bo'la, kichkina morojna yeb qo'ysam bo'la, tomog'im qarmab, anginam qarmab, bo'lsa g'iyildab qolaveradi. Neden bo'ladi bular? Bu shamollashlik hisobiga bo'ladi ko'proq. Agar muzni ko'p yeb qo'yadigan bo'lsangiz, shunaqa viruslar bor-da, ular sovuq ko'p yegan hisobiga tez rivojlanib ketib qolishi mumkin. Ana shuning uchun iloji boricha immunitetga bog'liq bo'ladi ko'pincha holatda. Immunitet past bolachalarda yoki bo'lmasam yosh kattalarda shu narsa tez rivojlanadi. Ana shuning uchun doim kattalarimiz ham aytgan, yosh ulug'lar, sovuq suv ichma, muzli suv ichma, morojna yema deyishgan. Ana shuning uchun ozgina e'tiborliroq bo'lish kerak bo'ladi. Ko'pincha ovozni bo'g'ilib qolishi ovoz boylamlariga bog'liq. Chunki siz bilan biz ko'p muloqotda bo'lamiz insonlar bilan. Gapirganingizda ovoz boylamlari mana rasmga qarasangiz ham bo'ladi. Mana bu ovoz boylamlari, ko'ryapsizmi? Baqirib gapirsiz yoki bo'lmasam pichirlab gapirganingizda shu boylamlarga nagruzka tushadi. Mana shu ovoz boylamlar, ko'ryapsizmi? Shu ovoz boylamlar ishlashi ozgina noto'g'ri bo'ladigan bo'lsa, ovozingiz bo'g'iladi. Yoki bo'lmasam ovozingiz chiqmay qolishi mumkin. Mana eshitganmisiz, ovoz
Siyillab qoladi. bo'lib qoladi. Albatta, immunni shu narsaga bog'liq bo'ladi. Ehtiyot qilishim kerak ekan, ha? Albatta. Rahmat. Alloh bergan a'zolarni asrab avaylash kerak bo'ladi. Rahmat. Sog' bo'ling. Sizga rahmat. Amansizda ko'rishamiz. Jurgizlar ham dag'i laboratoriyasi, operatsiyon bo'limlarini bir qator ko'rsataveramiz. Shavkat mirzo, qayerga boramiz dag'i? Xo'p, davom etamiz. Hali vrachlarimiz tugagani yo'q. Dag'i vrachlar bormi? Ham bor, yuraveringlar. Dog'li odam ko'p ekan. Bir yo'la hamma Chiveraylik. ko'rsatib ketaman sizga hamma narsani. Qulog'imda da, tomog'imda da ko'rsatib oldim. Yaxshi. Xo'p, aytganimdek, diagnostika bo'limi juda ham muhim. Chunki qancha to'g'ri diagnostika. Assalomu alaykum. Xush kelibsizlar. Kelinglar, diagnostikada. Assalomu alaykum. Sog'lig'ingiz yaxshimi? Charchabay yurasizmi? Mashalloh. Rahmat o'zlari. Men otim Otaqul. Men otim Otabek. Ha, Otabek ismim. Otabek. Adash akamiz почти. Otaqul, Otabek, keling bu yoqqa. Otaqul bilan Otabek jolib qoldi. Sihattin laboratoriyasida. Rentgen bu tarafda, sifrovoy rentgen. Bu yerda MSKT, multidisciplinary kompyuter tomografiya. Buni cho'ng apparatda bor ekan-da. Bo'ladi, ha. Zamonaviy apparat hamma tekshiruvlar, hamma a'zolarni tekshirish imkoniyatini beradi. Bu ne deb ataladi shu cho'ng? MRT ne? MSKT. Bu MSKT-da? MSKT, multidisciplinary kompyuter tomografiya. Multidisciplinary. Buni kompyuter bilan qarab tekshirib upravleniya bo'ldi-da. Va bemor ichkariga kiradi, operator bu yerdan kirmagan holatda tekshiradi. Mana mikrofon bor, pultlari bor, kirmagan holatda, ya'ni nurlanmaydi deyilmoqchi. Devorlar hammasi himoyalangan. Nur chiqmaydi atrofga. Bu rentgen kamera xuddi shunaqa. Bu putning uchi tirnoqdan boshlab chachgacha tekshiraveradi-da bular. Tekshiradi. Hamma a'zo tekshirgan. MSKT. Bu yoqdagi-chi, bu rentgenmi, nima bu? Bu rentgenografiya, sifrovoy rentgenografiya apparati. Kirib ko'rsak bo'lar-ekan, marag'imdalar, berag'imdalar, ha? Kirib ko'rsak bo'ladi. Tushunsiz. Bu yerda o'zingiz ishlaysiz. O'zimiz ishlaymiz, ha? Sher Yotibek operator bilan. Tushuningizlar. Kirib bir qator ko'rib qo'yaylik. Bu основной rentgen ekan, ha? Rentgenda qilinadigan hamma tekshiruvlarni bajaramiz. Bordig'i. Ha, oddiy tekshiruvlarni ham bez kontrastli, kontrastli tekshiruvlarni hammasini bajaramiz. Oshqozondan tortib, urologический, ginekologiический, gistosalpingografiya deydi, retrogradniy ultragrafiya hammasini qilamiz. Miksionniy bo'ladimi? Bitbari. Fistografiya bo'ladi, operatsiyadan keyin shvishlar bo'ladi, yaralar bitmay qoladi, kanallar hosil bo'lib qolishi mumkin ichki a'zolarni. Hammasini tekshiramiz. Shular meni tekshirilaveradi. Ha, gorizontal holatda yotgan holatda, turgan holatda bu yerda stoyka kasseta qo'yib. Mana detektori bo'ladi. Eng oxirgi pakanayada ishlab chiqilgan, ichida rentgenni qabul qiladigan detektorlar joylashgan. Xuddi MSKT singari, MSKTda apparat ichida joylashgan. Bu mashina ichida joylashgan. Bu bolasi desak, u opa dadasi bo'ladi apparatda. Ikkovsi ham nur bilan ishlaydi. Ikkovtang nur bilan ishlaydi. Rentgen nurlar bilan. Bu ham. Faqat endi u ancha kuchli nur bilan ishlaydi. Narxini ko'rib qo'yarchi, shuncha bo'ldi, mana. Xudoga kuchli. Kuchli materiallik texnikalik jabdu bor ekan. Uni ham kirib ko'rsak bo'ladi. Kironing. Ishlayotadi o'xshaydi. Oyoq cho'ng ekan, bu pokoleniya, oxirgi pokoleniyalar. Oxirgi pokoleniya ankeydik o'zi. Maxsus mana xona harorati bo'lishi kerak. Shuning uchun ikkita konditsioner o'rnatilgan. Bittasini yozgi kunda kuchi yetmay qoladida, mana shu ikkita qo'yilgan zapasi bilan. Bemor chiqib yotadi, stol pasayadi, ko'tariladi, ichga kiradi. Mana bu pultdan nazorat qilinadi, o'zgartiriladi qolashinglar. Lazeri bor, lazerdan shu tekshirlangan a'zoni o'lchanib, xuddi shu sohaga to'g'rilanadi, shu bilan danishi pultda oboriladi ish. Hamma imkoniyat bor tekshirishga a'zolarda. Doktor nimani yozib bersa ham yo'lni ko'rib beramiz. Bular aytganimdek devorlar hammasi maxsus rassor bilan surkab chiqilgan patologlar. Nur chiqishi mumkin emas xonadan. Ses kelib tekshirib ketib, o'zlari o'lchab, keyin ruxsat berishgan. Mana ventilyatsiya. Tepadan toza havo beradi, naryoqda pastdan hammasi ventilyatsiya, ular shu immundan nurlangan havoda olib chiqib ketadi. Xona tozalanib turadi-da, xona ham 5 mahal ortiq tozalanib turadi. Eng son. Otabek, eng son. Bu yoqda ko'p ishni o'zingiz bajarib turmaysizmi? Ha, o'zimiz nazorat qilib turmasak, maşallah. Haroratni ham, namlikni ham bir xil ushlab turish kerak. Otabek, sizga rahmat. Sizga ham rahmat. Yana uchrashamiz, ko'rishamiz, ha? Bunaqa qog'oz sizga-da. Bu sizga bu qog'oz, bu mikrofon menga. Ha, qog'oz bu. Endi qog'oz moz yozib beribdi-mi? Qulog'ingizga moz yozib berdi. Hozir laboratoriya bo'limini ko'rsatamiz. Laboratoriya bo'limimiz ham juda ham katta. 500 dan oshiq analizlar olinadi.
Ya'ni bemorga aniq tashxis qo'yib, uni nima kasalligi borligini aniqlash uchun birinchi o'rinda laboratoriya tekshiruvlari, shu apparaturalar hammasi muhim hisoblanadi. Shuning uchun hozir laboratoriya bo'limimizga kiramiz. Marhamat. Assalomu alaykum. Laboratoriya bu yoq, ha? Assalomu alaykum. laboratoriya. Amansizmi? Den sog'lik yaxshimi? Ishlar yaxshimi? Yo'q, Farhodjon. Farhodjon, vrach laborantimiz. Marhamat, keling, ko'rsating. Bu yoqda. Oho. Bizni kengaytirilgan laboratoriyamiz, men shu klinikani vrach laboranti Abdullayev Farhodbek bo'laman. Birinchi tanishtiradigan apparatimiz bu immunohemoliziya apparat, IXLA deyiladi. 120-200 taga yaqin analizni tekshiradi. Infeksionniy va gormon va bioximik fermentlarni tekshiradi. Hammasi. Ha, polniy avtomatlashtirilgan mexanizmda ishlaydi. Shu Sonu. Bütün o kompüter bilan ishlaydigan kompleks ekanda. Odam omili aralashmaydi bunga. Bu yoqda boshqa analizlarni chiqaraverasiz. Bioximik bo'limlarimiz bioximik tahlillarni tekshiradi. Biokimyalik analizlarni shu yoqda chiqarasizlar. Aha, bioximik tahlillarimiz ham 100 dan 200 dan ortiq tahlillarimiz bor. Zo'r. Eng yaxshi. Analizlar tezroq chiqadi? Xudo xolasa tez va sifatli chiqarib beramiz. Bardig'i. Janovi gepatit, pechonishniy test, mocha, kav, hammasini tekshirib beramiz. Bu bo'limimiz klinik bo'lim deyiladi. Ya'ni mikroskop va sidik, urug' tahlili, spermogramma, mazok hammasini tekshiriladi. Kengaytirilgan holatda. Ha, yaxshi. Bu yoqdachi? Bu bo'limimiz umumiy qon tahlili, ya'ni gemolitiskiy analizator. Salomatsizmi? Assalomu alaykum. Bu apparatimiz odamning 28 xil qon ko'rsatkichini ko'rsatib beradi. 28 turda ko'rsatib beradi. Zamonbop apparat ekan, ha? Maşallah. Tayyor ishlayotgan jarayoni ham bor ekan. Hozir analiz chiqaryapti o'sha. Mana analiz chiqyapti. Qonni 28 mana ko'rsatkichini chiqarib beryapti. Maşallah. Zamon o'nikdi, texnika yetishdi. Texnikamizlar bunday yetishibdir. Rahmat. Mayli, xush O'ta so'ng. Eng yaxshi laboratoriyangizda. İşingizlarga egillik. Charchavay ishlayveringizlar. Shavkatbek. Shavkatbek tekshiruvlar endoskopistimiz bilan tanishtiramiz endi. Endoskopist? Buni o'zaq stolovoy, ha? Ha, bu oshxona bu. Oshxona. Oshxonasida bor to'g'onlar. Oshxonasida tomoqlarida davomli o'ta sog'lagan ovqatini buyurtma Shavkatbek olish imkoni ham bor. Iki o'tang Shavkatbek ekan. Ha, ikkita Shavkatbek. Ikki Shavkatbek ishlaydi. Ha, kiraveramiz. Janob, sizlarda yemeda ish bormi? jarayoniga bostirib kiramiz har doim. Va oshqozon tekshirib turganlarmi bor, ha? Oshqozon, inchak. Shavkatbek, endoskopiya bo'limi bu yerda oshqozon, ichakni tekshiramiz. Kolonoskopiya bor. Kolonoskopiya hali yo'g'on ichak ko'rsatib, shuni kamera bilan ko'rish. Bu yoqda ekan, ha? Endoskopiya oshqozonni ko'rish. Bronxoskopiya nafas yo'llarini ko'rish, shunlarga mutaxassisimiz bor. Bir shlangi yutib qo'yaymi? Qanday deysiz? Shu yerda ekan-a? Ha. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Bu yoqda dorigarlar bor ekan. Assalomu alaykum. Qandaysiz? Hamon jirasizmi? Den sog'lik yaxshimi? Inshaalloh. Men atim Ataqul. Sizning atingiz-chi? Nasibdin Shohruh. Bu yerda bu yoqda natijalari qanday? Shohruh Nasibdinov endoskopiya bo'yicha mutaxassisimiz. Aynan shu endoskopiya bo'limining rahbari hisoblanadi. Tekshiruvlar, diagnoz qo'yish, ma'lum kichik operatsiyalar o'tkazish bilan shug'ullanadi. O'zi batafsil o'zi haqida ham aytib beradi yana. Negizdan bular shlanga yutib turib, shlangani. Salib anan emirlasizlar. Bit oshqozonni tekshirasizlar. Ha, bitta oshqozon emas, endoskopiyaga hamma bo'shlig'i bor organlar. Ya'ni tepa tomondan aytadigan bo'lsak, qizil o'ngach, oshqozon 12 barmoqli ichakda kasalliklarni aniqlash, davolash, masalan, yaxshi sifatli o'smalar bor, ularni rezeksiya qilishlar, qon to'xtatishlar bilan qilamiz. Ili diagnostika uchun masalan o'smalarni biopsiya olishlar qilamiz. Undan tashqari nafas yo'llari bor. Nafas yo'llarini ham tekshirish, bu bronxoskopiya deyiladi. Burun orqaliga traxeya o'pkalarni ko'ramiz. Undan tashqari kolonoskopiyamiz bor. Bu yo'g'on ichakda tekshiramiz. Yo'g'on ichakdagi kasalliklarni aniqlash, ular diagnostikasi va unda ham yaxshi sifatli o'smalarni, misol uchun poliplarni rezeksiya qilish, olib tashlash, malinvaziv chiqarib kesmasdan shu yerda o'zida местный olib tashlash. Dabrokasion pullarni rezeksiyasi. Shularni barini jasab, analiz qilib,
Shularni xudo xolasa diagnoz qilamiz, lechение qilamiz. Son. Eng yaxshi. Ha bu yoqda o'sha janag'inda endoskopiya bo'lib, endoskopiya bo'lib, nima? Ha, endoskopik stoykani o'zi bu. Endoskopik stoykamiz. Bu yerda hozir данный moment kolonoskop ilingan. Kolonoskop gastroskopdan farqi jicha uzunroq. Shunisi bilan farq qiladi, diametri sal kattaroq. Bronxoskoplarimiz nozikroq, ingichka bo'ladi, чтобы nafas yo'llarini kirib ko'rish uchun. Men shlangan ko'p tutgan, yaxshi bilaman. Da, bu yaponskiy yaxshi Fujifilmdagi apparat. Maşallah. Son. İşingizga keldik. Rahmat. Juringizlar. Tak, operatsiyonni bir ko'rib qo'yaylik. Hozir yana bitta vrachimiz bor, endokrinolog. Endokrinolog? Endokrinolog. Shuni ham oldiga bir chiqib Juringizlar. Daha bir vrach bor ekan. Ani bilan cho'lib qo'yaylik. Ko'rdinglar, tekshiruvlarni ko'rdinglar. Endi hozir mutaxassislarni ko'rsatishda davom etaman. Tak, bu yer mana ikkinchi blokdagi operatsiyonimiz. Ikkinchi qavatda bitta operatsiyonlik bor. Ha, daha operatsiyonni qildinglar. Bu ham operatsiyoni yangi ochildi. Uchinchi qavatda ham operatsiyonimiz bor. Hani burada ko'rgan operatsiyonni olib 3-etajlar. Ha, bu ikkinchi etajdagi operatsiyon blokimiz. Oho, bu yerda tez orada varikozlarni davolashni boshlaymiz. Varikozlarda, ha. Quloq, tomoq operatsiyasi shu yerda. Reanimatsion palatamiz. Bular reanimatsion palatalar. Bu yer operatsiyon blok. Bu ishga kirdimi, jam ishga kiryapti? Ishga kirdi, hali ko'p operatsiya olishga o'zi yaqinda ochdi buni ham. Gemoroidni lazer bilan davolash operatsiyalari ham o'tkazadi. Varikoz, oyoqda varikozlar bo'lsa o'tkazyapmiz. Ichakdagi operatsiyalarni o'tkazamiz shu yerda. Neyroxirurgiya operatsiyasi, bosh miyani ochib qilish operatsiyalari shu yerda o'tkaziladi. Bu yangi operatsiyon blokimiz. Dag'i jangi operatsiyalik blok paydo bo'lib turdi bu yerda. Ha, yana ochdik chunki ko'proq bemor bo'lgani uchun ko'proq operatsiyalar o'tkazyapmiz hozir. Endi yana bitta vrachimiz bor. Bu endokrinolog vrachimiz. Aynan endokrinologiya bo'yicha. Endokrinolog qaysi bag'atlarni qaraydilar? Endokrinologimiz gormon bilan bog'liq bo'lgan hamma narsa. Misol uchun bemorda buqon bor yoki qandli diabet birinchi tip bor. Yoki bo'lmasam jinsiy gormonlar buzilib bepushtlik bo'lyapti, farzandsizlik bo'lyapti. Shunaqa holatlar va boshqa juda ham ko'p kasalliklarda xushsizlar. Alaykum assalom. Yaxshi, o'zingiz qanday? Yaxshi, rahmat. Men atim Ataqul. Sizni atingiz-chi? Qanday? Mening ismim Xosiyat Otabekova. Men preventiv shifokor, endokrinolog, integrativ shifokor, nutritsiolog, dietologman. Agarda bemorlarimizda tez oralig'ida vazn yig'ish yoki vazn tashlash bo'ladigan bo'lsa, gormonal buzilishlar, bepushtlik, ortiqcha vazn, ya'ni dietalar qilishyapti, lekin vazn ketmayapti, dietologiyaga bog'liq. Bu narsalarga ular agar duch kelayotgan bo'lsa, bemalol murojaat qilishsa bo'ladi. Qayrilaversa bo'ladi. Sizlarga qayrilsa bo'ladi-da? Bog'lansa bo'ladi. Barcha savollariga javob beramiz. Eng kerakli adis turibdi, ham dietolog, ham endokrinolog, ham nutritsiolog uchtasi birda. Gormonlar bo'yicha muammo bo'lsa ham, misol uchun sababsiz o'zidan-o'zi odam ozib ketyapti. Nimaligini bila olmayapti. Kelsa bilib, aniqlab bu narsani to'xtatishga yordam beradi yoki sababsiz hech narsa yeysiz ham yemasangiz ham semirib ketyapsizmi? Bu ham gormonga bog'liq. Buni ham nimaga gormon oshib ketdi, qaysi gormon oshib ketdi, shuni aniqlab, bu ham tashxis qo'yib davolashga yordam beradi. Buqoq ko'pchilikda, bolalarda buqoq bor. Buqoq davolashga yordam beradi. Ayollarda gormonal fon buzilgani uchun bepushtlik, farzand ko'rolmasdan 2-3 yil farzand ko'rmasdan urologga, ginekologga boradi, lekin aslida unda gormonlar buzilgan bo'lishi mumkin. Shunaqa holatlar bo'lsa, Xosiyat Otabek bilan kelsanglar, yordam qiladi xudo xolasa. Gormonallik buzuvlar, gormonallik masalalar bo'yicha ushul hadisga qayriladigan keldi. Albatta. Sizga yigirik? Sog' bo'linglar. Daha görüşürüz inşallah. Tak. Operasyon blokda hozir operatsiya yuradi? Operasyon blokimizda operatsiyalar ketyapti. Bu ikkinchi Bular ikkinchi qavatda palatalar, ha? Bu ikkinchi qavatdagi palatalar. Ikkinchi qavatdagi palatalar, bu yerda bemorlar statsionar yotishadi. Misol uchun nevropatolog, kardiolog, gastroenterolog, terapiya bo'yicha operatsiya bo'lmaydigan, shunchaki dori-darmon bilan davolanib chiqib ketadigan bemorlar shu blokda yotishadi. Bu ikkinchi etajdagi blokdagi palatalar. Palataning ichida hamma udobstvo bor. Vanna, dush, televizor, Wi-Fi, mikrovolnovka, hamma narsa bor. Tashqariga chiqish shart emas. Endi uchinchi etaj. Hozir bu yerda dorilanib jatuv tomoq ash ichida qancha so'm? Xo'p, qaranglar. Ili qancha dollar? Dollarga aytsangiz tushunlikliroq bo'ladi, sum desangiz tushunmay qolasiz. Xo'p, sumni tushunadiganlar uchun palatalar 200 ming so'm, 250 ming so'm,
dollarda 17-19 dollar atrofida bo'ladi. Kunidan. Bir kuniga. Bu bir kishi uchun. Buning ichiga nimalar kiradi? Fizioterapiyasi, tomoq, vrachda konsultatsiyasi 2 mahal, hamshiralarning qarovi shuning ichiga kiradi. Agar tashxisi aniq bo'lsa, agar tashxis noaniq bo'lsa, ya'ni diagnoz qo'yilmagan bo'lsa, tekshiruvlardan o'tadi, tekshiruvga alohida to'lov qiladi. Tekshiruvlarga o'zingcha to'laydi. Ha, shunday. Va dori-darmonni olib berishadi. O'zi olib beradi. Atrofda apteka ko'p, klinikada o'z aptekasi yo'q. Atrofda aptekadan olib bersa, shu dori-darmonni qilib qarab beramiz. Zo'r. Mana bahsini bilib oldik. Turingizlar ham operatsiyalik blokni bir ko'rib qo'yaylik. Xo'p, 3-etajda ham operasionniy blok bor, reanimatsion palatalar bor. Hozir operatsiya yurib-o'tadi. Ha, hozir operatsiyalar ketyapti. Soatdan kechki operatsiya bo'lsa kerak. Ha, shunday. O'ting tez. Отделение ko'p. Bu operasionniy blok 3-etaj. Bu yerda operatsiyadan keyingi bemorlar tiklanish bilan shug'ullanishadi. Shu yerda. Ha. Bu yoq operasionniy blok, bu yoqqa. Uzoq operatsiyalik blok. Tug'anlar. Toza ichkariga kirmaylar qo'ying, ha? Beroqdan oyoq kiyimni alishtirasizlar. Ha, oyoq kiyimni. Ha, but kiyimni almashtirib olaylik. Nari ichkari kirmaylar qo'ying. Ha, operatsiyon tashqarisidan tomosha ko'rsatib qo'ying. Oyoq kiyimni alishtirsak. Uzoq operatsiyalik blok tug'anlar. Biz toza ichkari kirmaymiz. Beroqdan ele. Ha, shu yerda ko'rsatamiz. Operasionniy blok, bu yerda operatsiya o'tkaziladi. Ikkita katta operasionniy blokimiz bor. Bular mana bariatrik xirurglarimiz. Alaykum assalom. Maskani tanimayapti sizni. Maşallah. Qandaysiz? Sog'liq yaxshimi? Ishlar yaxshimi? Yaxshi yurasizlarmi? Kelyapsizmi? Maşallah. Xudoga shukr. O'zingizlar qanday? Operatsiyalar yurib-o'tadi? Ha, bo'ldi. Yaxshi. Qancha o'tasizlar operatsiya? Bittasini tugatdik. Endi ikkinchisini kutib o'tiribmiz hozir. Navbat bilan. Hozir betap kelsa operatsiya bo'ladi. Ha, operatsiya. Bemor kelsa, operatsiya boshlanadi. Xirurglarimiz birinchi operasionniy blok, ikkinchi operasionniy blok va kichik reanimatsion palata. Shu yerda hamma оборудование bor, shu yerda operatsiya o'tkaziladi. Eng zamonaviy оборудование. Germaniya, Turkiya, Rossiyaning оборудованияsi olishgan. Bariatrik xirurglarimiz, akamda pastda tushuntirdim, qandli diabet bo'yicha, semizlik kasalligi bo'yicha operatsiyalar o'tkazyapmiz. Mana bugun ham hozir bitta shunt bo'ldi, qandli diabet. Hozir ham bitta qandli diabet operatsiyasi yakunlanishdi. Ya'ni keyingi operatsiya tayyorlanyapti. Bunani sportmenlarga jo'g'atoyimmi-chi, oshqozon chekasini olib solaydi. Hozircha sport bilan yo'qotsa bo'ladi. Lekin katta bo'lib ketsa, keyin bizga kelishingizga to'g'ri keladi. Hozir sizda unaqa ortiqcha vazn bor, lekin semizlikka o'tmagan. Agar semizlikka o'tadigan bo'lsangiz, bizga murojaat. O'sha yerda bir 5-6 kilogramm oshiqcha bir moy bor-da. Maşallah, yaxshi. Yaxshi. Operatsiyalik blokda terazadan ko'rib qo'yinglar. Kelingizlar. Operatsiya o'sha yoqda bo'ladi tug'anlar. Ko'shkadan ko'rib qo'ysangizlar bo'ladi. O'sha yoqda, naraqda 3. O, nar yoqda operatsiya yo'q hozir? Yo'q. Ha. Bu yoqda o'zincha boshqacha. Anda rahmat. Ishingizlarga egillik. Biz qaytali jiyintiqdayli bizga to'liq ma'lumot bergan shu Shavkat Mirzoga rasul bildiramiz. Ishlayotgan sizlarga rasulchilik. Rahmat. Shunday tug'anlar, endi biz bu chiqarilishda jiyintiqdaymiz. Sihat klinikasindagi barliq shart mumkinchiliklarni ko'rsatganga harakat qildik. Shavkat Mirzo, kelingiz, shu yerda bir jiyintiqdab qo'yaylik. Mana ko'rdingizlar? Bu klinika zamonbop o'zining shartlari bilan o'shu O'zbekistondan, Qozog'istondan, Qirg'izistondan, yoki Tojikiston, Turkmanistondan beri kelib o'tadi dedingiz, ha? Shunday. Xizmatida bo'lib o'tadi. Imkon boricha agarda qaysidir operatsiyani o'zimizdagi mutaxassislar o'tkaza olmaydigan bo'lsa, Turkiyadan, Rossiyadan, Kazandan, Germaniyadan vrachlar chaqirish imkoniyatimiz bor. Ular bilan shartnomamiz bor. O'ta murakkab operatsiyalarga professorlar taklif qilamiz. Kelishib, ular bilan birgalikda o'tkazib beramiz operatsiyani. Mana 5-6-7 fevral kuni shu oyda ikkita vrach kelyapti. Bittasi Moskvadan keladi. Aleksey Proxodskiy lazer yordamida yo'g'on ichakdagi yaralarni, gemorroylarni davolash bilan shug'ullanadi. Va 5-6-7 fevral kuni Turkiyaning Istanbulidan Cüneyt Kalyab degan professor kelyapti. 25 mingdan oshiq operatsiya o'tkazgan, 20 yillik tajribaga xirurg. U sahrin diabetni og'ir holatlarini, ya'ni sahrin diabetni ikkinchi turini og'ir holatlarini operatsiya qiladi.
Biz o'zimiz ham qilyapmiz, lekin o'ta og'ir holatlarda uni taklif qilganmiz, mana keladi. Agar sizlarda ham sahrin diabet ikkinchi tipi bo'lsa yoki semizlik bo'lsa yoki yo'g'on ichakda kasalliklar bo'lsa, murojaat etinglar. 5-6-7 fevral kuni Moskvadan Aleksey Proxodskiy keladi. Xuddi shu sanada Istanbuldan, Turkiyadan Junayd Kalyab professor keladi va sizlarga yordam berishga tayyor. Eng yaxshi. Biz sizlarga kelib tekshiruvdan o'tish uchun so'z turida bizlarga kelishimiz kerak-da. So'z turida kelishimiz kerak-da bizlar. Ha, oldindan tekshiruvlarni WhatsApp yoki Telegram orqali bizga jo'natsa bo'ladi. Og'ir bo'lib kelmasdan biz ko'rib turib, уже aytishimiz mumkin, qaysi mutaxassisimiz yordam beradi, yordam bera olmaydi. Agar tekshiruvlar to'liq bo'lmaydigan bo'lsa, klinikaga kelsa, o'zimizda laboratoriya bor, ko'rdinglar, tekshiruvlar bor. Aniq tashxis qo'yib beramiz. Eng birinchisi, eng muhimi shu. Ya'ni kasallikni aniqini bilish kerak, nimaga qarshi kurashayotganini. Aniq tashxis qo'yib beramiz. Qo'limizdan kelgancha yordam beramiz. Agar o'zimiz yordam bera olmasak, boshqa mutaxassisni chaqirib bo'lsa ham dardiga davo beramiz. Anda Jintas, hurmatli mekandoshlar, tezqavardan ko'ruvchilari, bugun O'zbekistonga Andijonga kelib, zamonbop elaraliq dengelde ishlab жатқан Sihat klinikasini obzor qilib sizlarga tatib ko'rsatdik. Agar masala bo'lsa, qayrilsangizlar bo'ladi. Biz ekranға qabul alу telefon nomerlarini yozib qo'ydik. WhatsApp, Telegram'da işleydi. Ondan sırtqarı Sihat klinikasının TikTok'ta, Instagram'da, Telegram'da, YouTube'da, soç tarmaqdagi akaunt barakçaların, kanalların körüp dağı malumat alıp tursanızlar болады. Жиынтықтайбыз, işingizlerge ийгилик, bizge xizmat qilgan, malumat bergen, erişitip жүрүп баарын көрсөткөн ушул Шавкат мырзага, ал эми клиниканын жетекчиси Сапардакен Санжар мырзага ыраазычылык билдиребиз. Оорубайды, сак болуңуздар. Hayır.